Ağrılar kamaydi. Endi to'g'risini aytish kerak dastlabki. Baribir oldingidek svejik bo'lmaydi. Tizda svejik bo'lmaydi, lekin nisbatan 50-60% o'zgarish bor. Ortoped travmatologlarga uchrashish kerak. Ertaroq. Eng birinchi masala. Buni o'zim davolayman, karam yopaman, kartochka yopaman, tabibga boraman degan noto'g'ri. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston xalqi aholisi. Men shu o'zimni mazam qachib respublikada barcha viloyatlarda ko'ksa artritis tizza yemirishi deb davolanib ko'rdim. Surxondaryoga bordim, Toshkentga 2 klinikalarga bordim, Samarqandga bordim. Hech bir o'zgarish bo'lmadi. Dastonbek degan yigit bor ekan, Dastonbek bilan suhbatlashdim. Dastonbek aka dedi, bir narsadan xulosaga kelish qiyin. Yumurtalarni olib kelsangiz davolaymiz, albatta davolaymiz dedi. Ikkinchi, uchinchi stipen bo'lsa juda yaxshi dedi. To'rtinchiga o'tgan bo'lsa qiyinroq bo'ladi dedi. Shuni eshitdim, oilam bilan, turmush o'rtog'im bilan Farg'onaga yetib keldim. Hamma joyda vrachlar va endoprotez qo'yish kerak. Endi bo'lmaydi degandi, lekin Xudoga shukr 100 ming qadar bu qahramon ko'rib dichilarni o'ziga qildi. Tizimni nima davoladi. Bugungi kunda yaxshiman. Xudoga shukr 100 ming qadar shukr. Vaqt yatmasin, bular ham vaqtli bo'lsin. Shu bir narsani bilaman. Ko'p vrachlarimiz internetni portlatib xalqni beo'rin, noto'g'ri, ilmsiz davolashmoqda. Ilm bilan shug'ullanish kerak. Ilm bo'lsa albatta natija berar ekan. Kelganda juda horg'in keldingiz. To'g'ri. Sizda og'riqlar kuchli og'riqlar. Lekin haligi ixlos degan narsa misol jo'shqinlik bilan keldingiz-da, talpinib keldingiz. Endi doktor ixlos bo'lgan bilan hamma joyga ixlos bilan boradi. Oiladan chiqib ketgandan keyin, oila xarajati bo'lgandan keyin ixlos bilan yaxshi bo'laman deb Surxondaryoga boring, Toshkentga boring, boshqa joyga boring. Aslida to'g'ri taxsis qo'yish kerak. To'g'ri taxsis bo'lmasa natija bermaydi. Noroziman men shu yerda. Shu joyda mana misol men sizga savol beraman. Mana qolgan joylarga borganingizda aniq tashxis qo'yilmagan deyapsiz-da. Nima deyishadi misol? Qolgan joyga borsangiz bir tekshirishadimi, tekshiruvlar bo'ladimi? Endi bu doktor Qahramon uka yumurta degan narsa bor. Bu to'liq axborot bermaydi hech qachon. Yumurta? Men shunga ishonaman-da, to'liq axborot bermaydi. Yumurta ko'rsatadi, lekin vrach uni bilishi kerak. Bilish kerak albatta, to'g'ri aytasiz. 3-4 stipen dedi. Shunga yumurtani ko'radidan sizga dedi 3-4 ishadi. Yumurtadan xulosa berib turdi. Yumurta nima u? Jonsiz narsa u. To'g'ri aytasiz. Jonsiz narsa u, gapirmaydi u, bilmaydi u. Yumurta vrachlik bilmaydi. O'sha rentgenlaringiz hojdog'i, biz klinikada qilingan rentgenlar shu holat bo'yicha mana misol sizni borgan joylarda protezlash haqida gap ochildi. Endoprotezlash. Misol endoprotezga sizning xohishingiz yo'q. Yo'q-da. Endi xohish bo'lmagandan keyin endoprotez qo'yilmaydi. Faqat lecheniya qilinadi. O'zingiz yaxshi bilasiz. Chunki misol siz bilan suhbatda gaplashganmiz. Hojdog'i, sizning umumiy holatingiz kuchaygan bosqichi deb aytganman, bilasizmi mana? Kuchaygan bosqichi. Endi bu mahallarda og'riqdan 100% xalos bo'lish yo'li deganman, 100%. Protezlash deganman, esda bo'lsin, 100%. Lekin biz bu narsani o'zingizni ichki kechinmangiz, o'zingizni xohish istaklaringizga qarab turib, keyin biz qo'ygan diagnozimiz holatlarga qarab turib, biz faqat sizni bir hafta 10 kun davomida kuzatamiz, o'zgarishga qarab oxirgi maslahat aytaman dedim. Meni fikrim bo'yicha mana 8 kunda, 7 kunda o'zgarish yaxshi. Yaxshi o'zgarish holatlari. Og'riqlaringiz kamayib qoldi. Og'riqlar kamaydi. Endi to'g'risini aytish kerak dastlabki. Baribir oldingidek svejik bo'lmaydi. Tizda svejik bo'lmaydi, lekin nisbatan 50-60% o'zgarish bor. Men endi ishonyapman, kelganlarimda asta-sekin pastlikni davolansak yaxshi bo'lib ketsin. Mana shu joyga aytamaski, tizza bo'g'imlaridagi osteoartrozni 2-3 bosqichdan ag'dagi o'sha bosqichlari albatta bemor 3 oyda ichida yoki og'riq kuchayib kelsa 2 oyda ichida yoki og'riq kuchaymasa 6 oyda ichida albatta o'sha davolagan ortoped travmatologini ko'ruvga kelish kerak. To'g'ri aytyapman. O'zgarishini bilish kerak-da, qanday nima bo'lyapti. Bemorning holatini dinamikini kuzatishimiz kerak. Endi harakatlaringizni bitta harakat qilingchi, hojdog'i harakatlaringizni. Harakatlaringizni tekisda juda yaxshi yuraman, tekis bo'lsa. Notekis bo'lsa ozgina bilinadi. Masalan, harakatlaringizni sekin yuring-da, sekin yuravering. Mana misol harakatlaringizni holatlari yaxshi menimcha. Misol sizni yoshingizda nechanchi yilsiz? Endi 63. 63 yoshmisiz yo yilmi? Yo'q, yoshim 63. 63 yosh. Demoqchiman 63 yoshda insonda misol shuncha mehnat qilgan insonda holati yomon emas demoqchiman. Yaxshiz-da. Endi bitta savol aytaman sizga.
tizza bo'g'imi og'rimasligi uchun nima qilish kerak? Mana xalqqa maslahatingiz. Tizza Tizza- og'rib keldi-yu, shu og'rimasligi uchun nima qilish kerak? Buni birinchi asosiy tizzasi og'rimaydigan inson bo'lmaydi. Oyog'i baribir og'riydi. Hop, Shuning uchun ertalab oldinga olish kerak. Ortoped travmatolog bilan uchrashish kerak. ertaroq. Ertaroq. Hop. Eng birinchi masala. Aha. Buni o'zim davolayman, keram yopaman, kartochka yopaman, tabibga boraman degan noto'g'ri. Oyoqda og'riq boshlandimi? Bellarda og'riq boshlandimi? Albatta bo'lmasa bu yaxshiroq terapevt travmatologlarga uchrashib, lecheniya olish kerak. Maslahat olish kerak. lecheniya. Mana o'shanda birinchisidan bo'lmaydi, ikkinchisidan bo'lmaydi, uchinchisidan, to'rtinchisidan stipendiyalari bo'lmaydi travma. Bo'lmaydi. To'g'rimi doktor? Endi mana Hoji tog'a, siz aqlli insonsiz. Nima sababdan bu kasallik sizda kuchayib ketdi? Hoji tog'a, Men o'zi og'riq bor edi doktor. hop. Ayb o'zimda. O'tib ketar. Fizioterapiya qilsam o'tar, yursam o'tar, mashq qilib bajarsam o'tar. Mana bu internetdan ko'raman. 100 marta o'tirib tur, 200 marta o'tirib tur, mashq qil, bittasi velosiped haydaydi, bittasi haydama deydi. Bular qaysi gapiga ishonadigan bilmaysan. Bittasi tinmasdan fizioterapiya qiladi, bittasi chop qil deydi. Bittasi velosiped haydaydi deydi. O'shaning uchun shu oldini olish kerak-da. Endi mana shuni aytamizki, xalqimizda albatta yoshlarimiz 50 dan o'tgandan keyin avtomatik bu tizzadagi muammolar bo'larkan. Bo'ladi. Buni uzoqroq tizzamiz xizmat qilishi uchun albatta ta'mirlab turishimiz kerak. Ta'mirlash kerak. Shunda xizmat. Ikkala tizza bo'g'imida ham o'sha kamayib ketgan ikki tomondan ko'ryapsiz mana, o'ngida ham chapida ham. Endi buni yon tomondan ko'rganda yarki ko'rinyapti. Hattoki tizzamizni qopqoq, mana tizzaning ko'zidagi tog'aylarimiz ham erib pastga oqib qolyapti. O'ylaganimizdan ham ancha yaxshi natijaga erishdik hozirgi kunda. Yuryapsiz, harakat qilyapsiz, yengillayapsiz. Esida bo'lsa aytgansiz. Dostonbek, ilohim mana shu o'zgarmaydigan odam 5 kunda ham o'zgarmaydi dedingiz, to'g'rimi? 7 kun uzoq. Ha, 7 kun. Hozir mana qalaysiz endi? Endi Xudoga shukr aytaman, 60-70% normal holatga kelgan. Mana endi qarang, mana bu tomonga qarang, Hoji tog'a ekranga mana bitta narsani tushunishingiz kerakki, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda shu xalqimiz uchun mana shu kuyunib, mehnat qilayotgan har bitta xodimlar bor-da mana, misol biz meditsina xodimi bo'lsak, biz meditsina xodimlarida tomonlama ko'p odamlar xizmat qilyapti mana. To'g'ri, kecha-kunduz. Kecha ijtimoiy tarmoqlarga videolar chiqaryapmiz. Mana ijtimoiy tarmoqda meni ko'rib keldingiz. Ha, misol ko'rib keldingiz. Ko'rib kelganingizdan keyin qalay, hali adashmabsizmi? Internetdan ko'rib shuni nima aytganini qilsam yaxshi bo'larman deb ko'p narsalar qilganman. Lekin foydasi tegmadi. Men mana shu farg'onaga kelib o'zimda o'zgarish sezdim. Yaxshi sezdim. Katta rahmat sizlarga. Hoji tog'a, Buxorodan keldingiz-a? Xorazmdan keldingizmi? 1400 kilometr. 1400 kilometrdan uzoq masofadan kelgan mana Xorazmdan. Shu kelib bizda davolanib, mana 1-2 kunda javob beramiz, ketayotganingizdan xursandman. Endi bizning niyatlarimiz doim aytaman, hali juda cheksiz. Iloyim. Xalqimizni sog'lig'ini yo'lida o'sha qilayotgan ishlarimizni yana ham mukammal darajada amalga oshirish niyatlarimiz. Iloyim. Iloji boricha mana shu dori darmonlarni ham misol holatlarini kamaytirib, ko'proq fiziologiyani bilan davolashlarini yo'lga qo'yamiz.